Tanıştık, icazə verəsiniz. Xoş. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Kelinglar shu fursatdan foydalanib bir 5 daqiqa suhbat qilsak. Suhbatdan ijozalaring bilan ikki mavzudan ozroq gapirmoqchiman. Avval mavzu birlashlik. Ki mutaassifona aytdik-ku, o'zbek, tojik, turkman u yoqda tursin. O'z xonadonimizning ichida amaki, xola, tog'a, o'toqda ota, o'g'il uzoq, aka, ukam uzoq bo'lib ketyapmiz. O'sha zotlarni yo'lini olish uchun bilaylikki, islom yo'lidan bir bo'lish, bila bo'lishni qanchalik savobi bor. Va biz nima uchun yashayapmiz? Kecha kunduz savob oqtaramiz, qiynalib turib, lekin oson tariqda yo'lga qo'yganlardan bilmoqchimiz. Masalan, avvaliga aziz birodarlarim, kuniga biz 5 vaqt namoz o'qiymiz. Namozni ham xususan erkaklarga masjidda o'qib borishi shart. Hatto Xudovand taolo masjidga borsang 27 daraja beraman degan. Uyda 27 dafa o'qiyman desa g'alati ham qilasiz-ku. Qanday bo'ladi? Hatto nomumkin ham. Xo'sh, masjidga borgandan ham keyin avval sharti nima? Imomlar ham aytadiki, saflaringiz to'g'ri bo'lsin deydi. Shu raqam bo'lmasanglar namozing bo'lmaydi deydi. Bironda namozda orqangda o'qiy olmaymiz. Va kuniga 5 dafa boramiz. Ya, Xudovand taolo namozni masjidda o'qi degan asl maqsadi birlashakanmi? Nima uchun biz uzoq bo'lamiz? Nima uchun bir-birimizni pisand qilmaymiz? Hamisha men deb uzoq chopib yuramiz. 5 dafa borib turib, borgandan keyin safimiz bir barobar bo'lmasa, namozimiz bo'lmas ekan. Bu kuniga 5 dafa. Kim bilan? Ko'chadagi odam bilan har kun borib so'raginiki, ey birodarim, holing qanday? Bir mushkuloting bormi? Men nima qila olaman? Holing qanday? To'ying muborak bo'lsin. 5 dafa hamma hamsoya ko'chaging bilan ko'rishgining. Ya'ni birlik bo'ladimi, birlik bo'lmasmikan? Juma kunichi. Juma namozini o'qiysan, kattaroq savobni olasan. Nima uchun? Bir ko'chang emas, butun mahalladagi odam kelib namoz jumaga bir joyga jam bo'lsin. O'shaning uchun din islomda toki namoz, juma, xollik masjid deymiz-ku, odam sig'may qolgan bo'lmasa, boshqa joyga, ikki joyga namoz jumalik ijozat bo'lmaydi. Shundaymi ustoz muhtaram? To vaqtiki joy torliq qilmasa. Nima uchun? Bugungi kuniga 5 dafa san o'z ko'chaging bilan ahvolini so'rab bila bo'ldingmi? Haftada bir dafa butun mahalla mantiqangda odamini bir ko'rgining. Bu ham borsangiz, to bir qator safingiz bo'lmasa, namozingiz qabul bo'lmaydi. Qo'ringlar, qaysi tarafga aylanib boramiz, ibodatimizni o'zi Xudo ko'rsatibdiki, bir bo'lsanglar qabul bo'ladi. Bo'lmasa qabul bo'lmaydi. Aziz birodarlar, shu zotlarni qilib turibki, bir bo'lmasak, biz qachon islom bo'lamiz va qachon yo'lga tushamiz? Mutaassifona hammamizda bu xato bor. Bilishimiz kerak va unga amal qilishimiz kerak. Xo'sh, endi aytdik, bir ko'chadagini ahvolni so'rash kerak bo'lsa, bir mahalladagi id namozichi. Nima uchun idgoh masjidda bo'lmaydi, katta maydonda bo'ladi? Butun shahardagi odam kelib jamlaninglar, yilida 2 dafa hamma ahvolini so'raylar, majburan. To'y bo'lmay, Xudoning xotirida fotiha bo'lmagan holatda ham, mahfil bo'lmaganda ham id namozida kelib, hammalaring bir-birovni bir shahardagi odam bir joyga ko'ringlar. Yana saf bo'lib, xushlik bilan namoz o'qinglarki, bir bo'lganimiz uchun deb. Bunday bor. Haj nima qay? Hajda butun dunyoda oq, qora, qaysi dunyodan bor bo'lsa, birga kelib bir joyda jamlashgan uchun hajing qabul bo'ladi. Qaysi taraf birodarlar ibodatga borsak, faqat birlashib biz aka ukani aytayotibmizki, kimdan so'rasangiz, ukam yaxshi sen aytasan, lekin u odam arzimaydi, bu yomon, bu yomon. Nima? Hamma yomon, men yaxshimi dunyoda? Bironta odamdan shikoyat qilgandan aytsangiz, so'raydiki, amakim to'g'ri emas, tog'am hammasi deb aytasan, lekin ular to'g'ri emas. Xo'p, hamma yomon, sen yaxshimi deb shu odamdan so'rasangiz, nima javob bera oladi? Aziz birodarlarim, to vaqtiki ittifoq bo'lmasa, bir zot bizdan bo'laykan emas. Endi buni butun darsda inshaalloh oyna televizionda komil ko'ramiz. Shu yerda faqat ozroq nimalardan aytmasak bo'lmaydi deydi. Xo'sh, aslan Qur'oni Karim o'zi qanday? 114 sura. 114 suraning ichida bir surani Xudovand taolo surati Saf qo'ygan. Demakki 114 surani ichidagi bittasini saf qo'ygan bo'lsa, ko'p demo Xudoning oldida saf bo'lmoqda katta bir nimasi bor. E'tibori bor.
Bir urushda deydi, sahobalar cho'ptashib turgan ekanki, bir nima amal qilsakki, Xudovand taologa yaxshiroq bo'lamiz, yaqinroq bo'lamiz deganda shartda oyat tushdi. Innalloha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi. Xo'p, bildik nima? Sharti saffan. Vaqtiki jihod ham qilasizlar, toki bir saf, bir omirni tayida bo'lmasanglar, na shahid bo'lasan, na g'ozi bo'lasan. Oyatda o'zi aytib turibdi, yuqatiluna fi sabili, oxiri nima? Saffan. Ka'annahum bunyanun marsus. Qo'rg'oshinday mahkam tutsanglar, ana u vaqt Xudovand sizlarni yaxshi ko'radi deydi. Hammamizda Alloh yaxshi ko'rsin deb. Kecha kunduz qilgan ibodat qilib, boshqa qilib, chopamiz Xudo yaxshi ko'rsin, Xudovand aytadi, bir saf shunday o'ltirsanglar, men hammalaringizni yaxshi ko'raman deydi. O'zi oyatda aytgandan keyin biz qanday bo'laydik, aziz birodarlarim? Ko'ringlar, maloikalarni maqtaganda ham Xudovand taolo va soffot saffan deydi. Qushlarni maqtaganda vattayru soffot deydi. O'qib yurgan oyatlarimiz. İnşallah Alloh hammamizni bu yil Ramazonda gunohimizni kechirib, Jannatul Firdavsdan joy bersin. Jannatul Firdavsda inshaalloh sarirlarda bir joy bo'lsak, Xudovand nima deydi? Sururum masfufatin. Jannatning ichida o'tirayotgan sarirlaringiz ham qatoriga turibdi deydi. Bir safda turibdi deydi. Aziz birodarlar, qaysi tarafga borsak, safdan boshqa zot yo'q. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'zuhum ba'z. Xo'sh, endi oyatlardan boshqalardan aytdik-ku, oz-oz bir misol bersak, boshqasini oynatil o'zidan mutakomil bor inshaalloh soatlarcha buni ko'ramiz. Kelinglar, odamlar asl tushunaykonda ozroq hayotdan qissadan qo'shsak tushunadi dedik. Shu birlashlik borasiga 3 tagina, kaltagina qissani aytib beraman. Bu qissadan inshaalloh o'rganib olamizki, birlashsak nima bo'lamiz, birlashmasak nima bo'lamiz. Ya'ni oyat Xudovand shunchani aytgan so'ng, qolgan hadislari ham bor aytdik, uni shu vaqti bilan aytamiz deb. Qissani bittasi haqiqiy, bittasi xiyoliy. Bu bor ekanda, yo'q ekan degan qissalarda eshitib, haqiqiysi qanday? Bir shaharda bir odam qotil bo'libdi. Bir odam o'ldirib qo'yibdi. Yo sav yo faqat qaysi raqam bo'lsa. Polis hamma mahkam tutib olib qolsa, mahkamaga to'g'ri hokim, qozi hamma o'ldirgan. Nima uchun o'ldirding desa, e'tirof qilibdi, "Valla o'ldirdim, qanday qilasizlar?" Aytibdi, xolos qozi aytibdi, "Sen e'tirof qilding, yo seni gardaning kesiradi, yo dorga osirasan, yo erta umr qayt bo'lasan. Lekin bugun kech bo'ldi. Ertaga qo'yamiz, buni olib ketinglar bandiga." U qotil turib aytdiki, "Hokim, menga 1 soat ijozat beringlar, avlodim bor, xotinim bor, ota-onam bor, borib ko'rib kelay, qarzlarim bor, borib qarzimni berib kelay." Hamma aytdi, "Sen devonamisan? Seni kallang kechirayotgan odam seni qo'yib bersa, qanday qaytib kelasan sen?" Nomumkin. "Yo'q, men qaytib kelaman, qasam ichaman, qanday bo'lsa meni qo'yinglar, avlodimni ko'rib kelay, boshqa yo'q. Seni qo'ya olmaymiz." So'ng qozi quzat aytdi, "Bor ket" dedi. "Nima uchun ket deb aytasan?" "Men shunga zominman." Qozi, "Bilasizmi, bu odam o'ldirgan, buni zominga tutib, agar kelmasa erta siz joyiga qilasiz desa, qabul qildim. Nima bo'lsa ham shu odamga men zominman" dedi. Qozi devona bo'ldimi deb zamonat qildi, xolos buni qo'yib berdilar. Bu ketdi. Kim keladi? Shaharga hamma xabar bordiki, qozi katta bir mujrimni kafolatini olib qo'yib berdi deb. O'sha holatda ertasiga hamma shahardagi odam yig'ilib keldilar mahkamagaki, bu odam kelarmi yo kelmasmi? Hamma jamlashib turgan edi, yana qotil kirib keldi. Hamma hayron qoldiki, "Devonamisan, aql bormi? Seni qo'yib berganing shaharni tark qilib ketgan edi." Nima bor edi? Bir odam kallasi kesilayotgan odam, sen kalla kesish uchun qaytib keldingmi? Ajalni so'ragan odam hamma gapirdi. So'ng borib ro'baraga turgan edi, navbat keldi, qozi dubora so'radi. Hokimki, "Ey qotil, senga fursat berilgan edi. Sen ketding, biz qaytib olib kela olmadik, to o'zing kelmading. Nima sababdan sen bo'lga kelding?" Qotil turdi aytdi, "Hokim, meni bir jonim emas, 1000 jonim bo'lsa ketsin, lekin va'daga vafo qilish uchun qaytib keldim." Aziz birodarlarim, biz necha odamga kuniga va'da qilyapmiz, qaysiga vafo qilmadik? Vafo darsini alohida eshitasizlar. Masalan, ko'p zotlarda biz fikr qilmaymiz va'daga vafo. O'g'limizga aytamiz, "Ko'miyat bo'lsang boshqa olib beraman." Yo'q. Katta bo'ldi, bevafo bo'ladi, yolg'onchi bo'lib chiqadi. Xo'sh, orom o'ltirgining, o'ltirsang men qaytib kelsam senga choklit olib kelaman. Yo'q. Xotinga ham shu, boshqaga ham shu. Nima bo'ladi ertalar? Biz tarbiya qilyapmizmi shular bevafolikda?
Endi vafoni aytdik-ku. Xullas bu odamki vafo uchun qaytib keldim, meni ming jonimdan hammasi ketsa ham va'daga vafo berishlik tirik qolsin deb qaytib keldim dedi. Hamma hayron qoldik, hamma va'daga bunaqa bo'layotgan bo'lsa, mardum jonini berayotgan bo'lsa, biz ham vafo qilamiz deb hamma qo'lini ko'tardi. Ikkinchi qozidan so'radi, siz qozi so'yib, qanday bir mujrimni o'likni gardanga olib shuni kafolat zamonat qildingiz dedi. Qozi so'yib aytdi, men bildimki meni yerda gardanim kesilar edi, yoz umr qayt bo'lar edim, lekin bir odamga yaxshilik qilish, bittani yaxshilik qilish, yordam qilish uchun shu zotni qildimki, yaxshilik qilish zinda qolsin, men o'lsam ham mardim yaxshilikdan qaytmasin. Xo'sh, bu odam jonidan o'tgan ekan. Ko'p odam yaxshilik qil desa, bir zot so'raydi, "Ha, men boy emasman kisadan." Yo'q, o'g'illar. Bir odamni boshini silab qo'y, bir odamni yo'lga solgining, bir odamdan xabar olgining, shu raqam uchun biz nima qilyapmiz? Jonimiz emas, 1 soatlik 5 daqiqalik uchun bir qavmimizga, bir millatimizga, bir musulmonga qilyapmizmi? To vaqtiki qilmasak, bir bo'lmasak, hech zot yo'q. Xullas birodarlar, na dunyoda, na oxiratda. Shu darbadarlik, shu raqamga ezilgasini yuribmiz, shu yurishda ketaveramiz. Isloh qilaman desak, yaxshi bo'lamiz desak, lozim hamma zotga amal qilishimiz kerak. Din islom birodarlar. Agar 100 ta darvoza bo'lsa, bittasi namoz, bittasi roza bo'lsa, ochganmiz, boshqasidan xabarimiz ham yo'q. To vaqtiki mutakomil hammasini bilmasak, qiyin bo'ladi aziz birodarlarim. Bu holatni ko'rib turib bo'lsa, shunday degan edi, hamma ham hayron qoldiki, qo'yib siz gardaningizga olib shu raqam qilayotgan bo'lsak, biz ham bugun bir etimmi, bevami, bir ishi bormi, yo katta bir odam bor, bir ishi band. Menga band, u katta odam imkoniyati ko'p, lekin shu ishi menga band. Shuni nima uchun men qilmay? Qo'limdan kelayotgan bo'lsa. Lozim birodarlarimiz har qanday shu qissani, shu oyatni o'qishdan o'zimiz bir zotni o'rganaylik va amal qilaylik demoqchiman. Xo'sh, qozi ham bu gapni aytgandan so'ng yanaqi otasi o'lgan bachalarki da'vo qilib turganini chinikarlar kesin. Ular ham turdiki, qozi so'yibni ko'rdik, bu odamni ko'rdik, shuncha zotni bizga o'rgandi, biz ham shuni boringlar baxshish qildik, otamni o'ldirgan bo'lsa ham dedi. Hamma turib aytdiki, otangni o'ldirgan odam sen qanday afv qilasan, boshqa qilasan dedi. Shuni ko'rib turib, men ham afv qildimki, afv qilmoq, bir-birovni baxshish qilmoq dunyoda nima bo'lsin? Otamni qo'lidan kechdim, lekin afv qilmoqni millatga o'rgatmoqman. Aziz birodarlarim, savu xato hammada bor. Opaga, hamshiraga, onaga bormay yuradiki, sen to'yinga kelmading, boshqa qilmading deb. Maydagina zotni, yo asl birodarlar, Ramazon oyi kelyapti, umidimizki Xudo bizni afv qilsin deb. Yo Rabbim, meni qo'limdan kelayotgan shuni afv qilay, buni afv qilay, shuni afv ojiz bandaman. Bil muqobiliga o'zim hech kim begunoh emas, ma'sum emas. Hammani o'ziga loyiq gunohi bor. Yo Rabbim, shu oy muborak Ramazonda meni afv qilgansan, qo'limdan kelgan bandaman, shu odamlarga mendan xafa hammasini afv qildim. Biroz o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak aziz birodarlarim. Endi bu haqiqiy qissa dedik. Meni maqsadim tamoman qissa deylik, u deylik, o'zimiz o'rganmoqchimizki, birlash qanday bo'ladi. Endi bir qissasi aytdikki, xiyoliy qissa. Xiyoliy qissa qanday ekan? Bir jangalda bir sher bor ekan. Sher bor degandan so'ng uni tavsif qilish kerak emas. Kuchi bor, baquvvat. Jangalda podshosi, egasi hamma zoti sher bo'ladi. O'shanda deydi, sher susab qolibdi. Jangalda susabdi, ammo jangalda oqtabdi, suv yo'q. Suv topolmasdan jangaldan pastga tushsa, bitta quduq bor ekan. Chopalab kelib suvsagan, charchagan, suvdan ichaman desa bir palang chiqib qopti. Ichmaysan, bu meniki quduq. Qanday men ichmayman, ichaman, ichmayman, ikkovi g'irrashib qopti. Palang ko'rmasa o'shmoqchini, bermoqchini emas, lekin zo'r yetmaydi, lekin yomonlik qilyapti. So'ng sher xo'p ichmasang boshqasini oqtaraman deb orqaga qarab ketaverdi. Ketib palangga aytdi, "Ko'ringlar, sherdan ko'ra men zo'rman, qochirdim" dedi. Sher orqasiga qarab aytdi, "Ey palang" dedi. "Men zo'r demasdan balandga daraxtga bir qara" dedi. Daraxtga qarasa bir raqam qushlar bor-ku, loshxo'r. Bir hayvon o'lsa, zaxmiy bo'lsa go'shtini yeydi. 40 ta 30 tasi jam bo'lgan deb. Pastga qaragin debdi. Orqasida bo'rilar bor-ku, vahshiy bo'rilar. Bir zaxmiy hayvonni ko'rsa yeyoladi. Bo'lmasa yeyolmaydi. 30 ta 40 ta bo'lsa mo'zar hamla qila olmaydi. Lekin zaxmiyni ko'rdi, kelib go'shtini yeydilar. Loshxo'r. Men xolamadimki, men va yosan zaxmiy bo'lgining shu balanddagilar, pastdagilar
to'rt tarafli dushmanimiz go'shimizni yesin deb. O'shaning uchun men ketdim debdi. Palang ko'rdi, akam san shersan, san akamsan qayda dedi. Birodarlarim, to vaqtiki bir bo'lib tursak, hech zot bo'la olmaydi. To'rt tarafda dushman hammamizga bor. Bir bo'lib turmasak, qarab turgan ana shundayki, bular qaysi zaxmiy bo'ladi, qaysi zot bo'ladi, men yeb olaydi. Aziz birodarlarim, bu qissalardan faqat bir maqsad borki, bir bo'laylik, bir bo'lmasak bir zot yo'q. Yana bittasi bor, bu shirinroq qissa. Bir shaharda oshkarchilik kelib qopti. Qaxchilik degan boshqa joydan musoyida kelguncha 10 kun o'tadi. Hokim varqati 10 kun masalan erkaklar qanday bo'lsin? Suv ichsin, barg yesin, bir chora bo'lar. Lekin yosh bolalar qanday qiladi? Shuni chorasini qiladi deb hammaga amr qilibdiki, har ko'chaga bitta katta belardan qo'yamiz, har kim imkoniga loyiq. Bir gilos, bir satil, bir qazon, kimki har qancha zoti bor, olib kelib shunga sut qo'ysin dedi. Ishonmay turib har ko'chaga bitta askar qo'yibdi-ku, ko'rgining faloni hammasi kelami, uzoqdan listini olib turgan. Shura qanday amr qildi deydi, hamma ko'chaga bor deydi, kelib mardim quyib ketyapti deydi. Oxirida jam bo'lgandan so'ng xabar bordiki, keling dedi. Hokim xo'sh bo'lib chopalab keldik, xabar keldiki, hamma odam keldi shaharda, bitta g'ayrozi emas. Hamma olib kelib imkoni boricha quydi, biz qarab turdik. Chopalab borib xursand bo'lib qarasa, belar to'la, lekin mutassifona sut emas, suvdan to'la. Boshqasini borib ko'rdi, hamma shahardagi sut emas, suv tashlabdilar. Nima uchun? Bitta fikr qilibdiki, mayli, hamma sut tashlaydi ertaga, men suv tashlasam ham mayli. Lekin shahardagi odam hammasi shu cho'tlagan ekan. Oxir nima bo'ldi? Yosh bacha hammasi qirildi, o'lib chiqdi deydi. Aziz birodarlarim, har kim o'ziga savol bersin. Shu kecha kunduz Xudo uchun, Rasul uchun, dinimiz uchun, islom uchun, millatimiz uchun, tilimiz uchun, o'zbekligimiz uchun suv tashlatibmizmi hayotda yo sut tashlatibmizmi? Biz bir vaqt 200 yil avval masalan dunyoga avval edik. Butun turklar oti chiqqan odamlar edi. Nima uchun masalan 200 yildan beri past qolib, razil bo'lib, oyoqlari borib, boshqa butun millatlardan ko'ra past qolib ketdik? Shu sababi hammasi beittifoqchiligimizdanmi yo boshqachilikdanmi? Lekin bir xush xabarlik bor. Agar biz bir bo'layotgan bo'lsak, umid borki inshaalloh biz hammadan eng yaqinlikda yana butun millatdan ko'ra avval bo'lamiz. Qanday biz shu holatda avval bo'lamiz deymiz birodarlar. Tir bor-ku. Shunday qilib ossaylar hech kim qaytara olmaydi. To'ppa-to'g'ri hadafga borib tegadi. Lekin tir tez ketishi uchun lozim orqaga tortasiz. Orqa tortmasangiz tir ketmaydi. Biz ham mayli 200 yil past qoldikmi, 200 yil tirday cho'tlaydik. Orqaga keldik, bir bo'lib tursak, bir kesda Xudo xolasa dunyoda avval bo'lamiz. Faqat ittifoq, ittihodlik uchun qolganini boshqa darsda istamiz. Sog' omon bo'linglar. Agar ma'qul tushgan bo'lsa, inshaalloh 2-mavsumda Ramazonda ro'zada qanday tartib qilamiz, nima deb boshlaymiz, undan ham 5 daqiqa gapirib bersak inshaalloh. Rahmat. Bu faqat ittifoqchilik uchun edi. Unvoni edi. Inshaalloh buni butun komil darsda Xudo xolasa 2 soatlik oila televizionidan ko'rasizlar inshaalloh. Asl birodarlar, shu ro'za deganda ro'za shunday bo'lib qolganki, ha, yerda ro'za oyi, hamma ro'za tutadi, men ham ro'zaman. Familiyam ro'za, men ham ro'zaman. Hamma ro'za, men majbur ro'zaman degan odamlar ham bor. Unday emas, ro'zani niyatni shunday mahkam qilish kerakki, yo Rabbim faqat o'zing uchun tutaman, o'z rizoying uchun tutaman deb niyatni mahkam qilish kerak. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis borki, shu oy muborak oy Sha'bon oyida odamlar tayyorgarlikda avvaldan oladi. Bir to'y uchun bir haftalik avval qilamiz. Erta palov qilmoqchi bo'lsak, kechadan cho'tlab qo'yamiz-ki, birinchini qachon yeb o'taylik, zardagini qaydan, go'shtdan qaydan olaylik. Ramazon ham bunday emas-ki, 26-kun ham odam tur desak, "Ay, bugun peshin o'qimasam xayr, men ertagacha 27gacha uxlamay chiqaman." Unday emas. Ramazonda Sha'bon oyidan tayyorlikka tushsaki, avval kechasi mustahaq bo'lib, Xudovan taolo uni qabul qilib, to'g'ri jannatga otini yozsa. Nima uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallamda bir hadisi bor, ko'ringlar. Nima deydi? Allohumma barik lana fi Sha'bon va ballighna Ramazon. Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech umrida bir duo qilmadi-ku, "Yo Rabbim, meni islom to muntasir bo'lguncha meni umrimda uzoq qilgin." Yo masalan Imom Husayn katta bo'lguncha meni umrim uzoq bo'lsin. Yo'q.
yagonaki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qilgan duolari, yo Rabbim, to vaqtiki menga Sha'bon oyigacha umr berding, Ramazongacha ham meni yetkaz. Ya'ni Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga Ramazonga ehtiyoji bormi? Agar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ki duo qiladiki, meni Ramazonga yetkiz deb, demak ki Ramazonda bir katta zotlar bor. Masalan qanday? Avval misolni bersak, aramizda yo mashhurmiz, yo tijoratmiz, yo bir ish qilamiz masalan. 3000, 5000, 10000 yo 100,000 omadimiz bor oy oxirida. Shuni 3000 korgarga maoshga ma'murin bo'lsin, maoshini berdingiz, bir Allohga shukr ham demaydi. Aksariyat qissasiga soladi, bir qadri qiymati yo'q. Chunki umrbod shuni olib yurgan. Bir odamni masalan deylik 3000 maoshi bor. Keldi oyi oxirida xo'jayini 3000 berdi. Butun umr ishlasa qancha odam topadi 3000 dan bo'lganda? 20 million topadimi? Agar yashasa 40 yil ishlasa, o'shani zot topmaydi 3000 dan hisoblasa. 20 ga qancha bo'ladi? Aytaylik 20 million. Bir odam keldi 3000 maoshini berdi va boshqa bir sandiqni ko'tardi. Mana bu 100 million, bu ham senga baxshish dedi. Butun umr ishlaganimga ham 5 barobar. Borib uyga yotay, rohat qilay, xolagan zotimga ham olay. Shunday bo'laman, shunday bo'laman. Va Xudo shu 11 oy ichida Xudovand Ramazon oyini qilgan ana shunday. Agar sen bandan boshqa vaqtda ozroq savobni olib yuribsanmi, ki Ramazon oyi bilan Ramazon bonasiga seni gunohingga ham baxshish qildim, oyingda ham itqiminan nor, o'tdan xalos qildim. O'tdan xalos qilsa, qiyomatda nima bor? Biri do'zax bor, biri jannat bor. Hammamiz inshaalloh Alloh jannatda qilsin, do'zaxdan otingni o'chirdi, to'pato'g'ri jannatda bo'lamiz. O'shaning uchun Ramazonni o'yin tutmay, mahkam tutib, qanday qilishimizni bilishimiz kerakki, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdiki, meni Ramazongacha o'lmay desa, demak Ramazon bir katta Xudoning bergan Al-Vahhob oti hiba deydi. Hiba bir zotni bidun muqobil katta hadyani berishni aytadi. Ya'ni misolda aytdik-ku shu raqam deganda. Shu raqam bo'layotgan bo'lsa qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hadislardan bir nechta aytsak Xudo xolasa, tushunib olamizki, masalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu hadislarni nima uchun aytgan? Ko'p katta savoblar bor Xudo xolasa. Buni niyatimiz shu bo'lsinki, aziz birodarlarim. Yo, asl hamma cho'tlab ko'rsin. Shu o'tgan Ramazonlardan oya biz rozimizmi? Bittasida kasal edim, bittasida men musofir edim, bittasida mehmonim bor edi, bittasiga o'g'lim to'yi bor edi, bittasiga hamma Ramazonlar o'tib ketdi. Lekin shu yilda shunday bir roza tutaylikki, inshaalloh o'tgan hayotimizda tutmagan bo'laylik. Shu niyat bilan boshlashimiz kerak. Chunki avvali bilan sizlarga bir xush xabarlik. Shu yerda o'tirishgan shu jamiyat hammasi shu niyatni qilsinki, men bo'lgan buni ko'rdim, buni bilay deb kelmadim. Faqat barzoyi Xudo 5 daqiqa o'ltirgani keldim deb. Shu niyatda kelganmiz, kelmagan bo'lsa niyatni bir toza qilaylikki, yo Rabbim, shu o'tirishimiz faqat o'z rizoying uchun, o'zing uchun keldim debki, chun katta bir xush xabarlik bor shu raqam odamlarga. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir kun sahobalarni jamlab turib masjidda nima deyapti? Havlul arsh manabir minan nur. Allah Allah, Xudovand o'zi hammamizga nasib qilsin. Xudovand taoloni arshini atrofida shu raqam chavkalar terilgan deydi. U chavkalarki naqillan nuqran nurdan deydi. Alloh hammamizni avval qatorda qo'ysinki, o'sha zotlarni niyat qilib kelib o'tiribmiz-ku. O'shanday deganda libosu alayha nas libosuhum nur va wujuhuhum nur. Unda o'tirgan odamlarning kiygan ko'ylaklari ham nurdan va yuzlari ham nurdan deydi. Shunday muborak kechalarda juma